Dilala Ündidar salondagi barliq omaq do'stlar, kashliqinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Uyg'ur xalq masallalaridan qushning arzusi degan masalni anglamdik. Undaqda omoqlarimning qulqi menda bo'lsin-a. Intayin go'zal va aqlli bir qush bo'lgan ekan. U yiqimliq sayrab, odamga o'xshash so'zlay ekan. Bu qushning danqini anglagan bir podshoh nurg'un kuch sarf qilib uni tutqizibdi va rang-barang po'pik munchoqlar bilan zinnatlangan oltin qafasga solab o'rdisiga esib qo'yibdi. Podshoh qushni bakmo tayyorlaydi ekan, o'z qo'li bilan oziqlantirdi ekan. Oradan xeyli vaqtlar o'tibdi, lekin qush bir qitimı ejilib sayramabdi. U doim g'amkin holatda beshini tuvan silib turadi ekan. Buni ko'rgan podshoh bir kuni qo'l ostidagi vazir o'limonlarni yig'ib, "Ey tinglovchi, bu qush bizning huzurimizda nima uchun sayramaydi?" deb so'rabdi. Vazirlardan biri, "Buning sababini uning o'zidan so'rab ko'raylik" debdi. Ular qushdan nima uchun sayramaydiganligini so'rgan ekan. "Qafasning eshigini ochib qo'ysanglar, daraxt ustiga qo'nib sayrab beraman" deb javob beribdi qush. Buni anglagan podshoh qafasning eshigini ochib qo'yishni buyuribdi. Qush qafasdan chiqibdi-da, Majnun tog'ning zilvashig'iga qo'nib, "Oltin qundaq qafasdan ling-ling qo'mishim yaxshi. Bunda hasal yegandan erkin turmushim yaxshi" deb bir qitim sayrabla parvoz qilib uchib ketibdi. Do'stlar, bu masalda nimani his qildinglar? Bu masaldan olgan o'zinglarni ota-onanglar, do'stlaringlar va men bilan o'rtoqlashishni unutib qolmanglar, ha? Undaqda oxirda Dilala hadanglarga agishib, tuvandagi bolalar qo'shqini o'rganinglarchi. Balalar qo'shqi dadam keldi. Dadam keldi bozordan, bo'ynim to'ldi marjonga. Marjon setib pul qildik, uy ichini gul qildik. Uy ichining guliman, yaxshilarning xiliman. Omoqlarim, yana bir qitim tayyorlab beray-ya. Dadam keldi bozordan, bo'ynim to'ldi marjonga. Marjon setib pul qildik, uy ichini gul qildik. Uy ichining guliman, yaxshilarning xiliman. Kech bo'lib ketibdi do'stlar. Amiz bugun baldur uxlanglar, ha? Tatliq tushlar sizlarga ma'qul bo'lsin.